Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun 2026-yil, adashmasam 17-mart. Andijon viloyatida 10 sotixlik 2 qavatli parnigimizni birinchi qavatini qurib bitkazdik. Bu birinchi qavati, balandligi 530 sm. Xo'sh, ichkari qavatini endi kraska qo'ygandan keyin bu yerlarimiz kraska qiladi. Uy egasi ikkinchi qavatini endi ichkariga qilamiz. Zamonaviy tandon usulidagi parnigimiz bo'ladi. Xolos, endi boshlaymiz ichkaridagi qavatni. Firmalarda orasiga keladigan bo'lsak, 2 metrga qo'yganmiz firmalarni. Konteyner mahsulotlarini tekizliklari qo'ldan kelgancha tekiz qilishga harakat qilganmiz ishda. Mustahkamligi keladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha shu qorda, yomg'ir, har xil ishlarda yiqilib tushmasligi uchun, mustahkam bo'lish uchun qo'ldan kelgancha sababini qildik. Xudo xolasa yaxshi turadi degan umiddamiz. Bunaqa akalar, kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilishlari mumkin. 2 qavatligini narxi 14 million. Bu 14 million bo'lgan sababi bu balandlik hisobiga. 5 metrdan yuqori bo'lgan parnilarimiz 14 million bo'ladi 2 qavatli. Bu yerga eshik qo'yib berganmiz. Traktor kirishiga mini traktor 2 metrdan kattaroq qilib 2,5 metr bo'yi. Tarnovda suvi 70 metrdan kelib bu yerga latoy bo'ladi, latoyga tushadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. 2 qavatligini sredniy narxi 13,5 million. 2 qavatligi, 1 qavatligini narxi 7,5 milliondan 8,5 milliongacha. Nomerni qoldiraman, telefon qilishlari mumkin. Pespa sredniy o'zimiz tutamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar, asosiysi like bosish ham esdan chiqmasin. Avvalo rahmat akalar, shunchalik e'tibor qilib ko'rganinglar uchun shu yergacha. Qanaqadir maslahatlar, qanaqadir savollar bo'lsa bemalol telefon qilinaveradi. Nomerni qoldiraman.